Ko'ramiz. O'sa olib qolaman. Botir aka dollar bo'ladi dedi. Bizi dollar bo'lmas, Botir aka deyman. O'zimiz mahallamiz mana. Bir sakir qolib. Olmay ko'payganmi? Sim uzilib ketdi-da, simi. Sim yo'q ekanda, oltilaysan. Qalinroq sim yo'q ekan, boja? Sog' salomat bo'linglar. Mana ko'p kishi yozibdi, pul olishyapti bular. Biz olmaymiz, bizga kerak emas. Biz shu ishlasak bo'ldi, shu uy bo'lsa. Hammalaringizga rahmat, yordam. Kaskalarini kiyishlaylar, kaska dikaska. Mana kaska bor mana. Mana kaska bor. Alloh amin. Ana shu Dunatga ehson qilayotgan yurtdoshlarimizga omadini bersin, biriga 1000 bersin, mingiga million bersin ilohim. Charchamasdan. Ha, bugun bir jonli ijro eshitaylik, usta tog'a. Sizdanmi, odammi? Sizdan. Shundaymi, men? Ha? To'xtab turing. Jonli ijro eshitmasak bo'lmaydi, umuman. Tartibga olmasang oling. Karkazlarni ham to'qishib bermishkanlar. Hormang. Salomat. Charchamayapsizmi? Sal uzib, ko'zni uzib qarash kerak, usta bu. Qiziqasizmi? Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. 18 ming olam podshohi Alloh taologa hamd va sanolar bo'lsin. Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga salomlar, salovatlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, yaxshimisiz? Sizlar tanitolaring sog'mi? Charchamasdan ham Xudo xolasa Ilparvar otash nomli loyihamizga ham yetib keldik aziz yurtdoshlar. Ishlar avjida, Xudo xolasa video davomida ko'rib boraverasizlar. Ihson qilganlarga hammalaringizga rahmat. Ihsonlaringiz Alloh huzuriga qabul qilgan bo'lsin. Shuni niyat qilgan bo'lsanglar, niyatlaringizga erishinglar. Har doim birlaringizga minglaringizga million bersin. Befarzandlar Alloh taolo chiroyli muslima farzandlar bersin. Uyi yo'qlarga uylar bersin. Mashinasi yo'qlar mashinali bo'lsin. Hammalaringizga omadlaringizni bersin aziz yurtdoshlar. Ihson qilganlarga yana bir bor hammalaringizga rahmat. Sizlar tufayli Xudo xolasa mana shuncha loyihalar bo'lyapti. Xudo xolasa faddishga bo'lib tursanglar, Xudo xolasa bundan ham zo'r loyihalarni qilishga va'da beramiz deydi-ki. Xudo xolasa aziz yurtdoshlar, bilet haqida ma'lumot berib o'tib ketamiz. Ko'p kishi kommentariyada yozibdi, bilet nechta qoldi, o'yin qachon, biletga birinchi turga start berilgan ancha bo'ldi deb yozishibdi. Aziz yurtdoshlar, 150 dona biletimiz qoldi. Xudo xolasa boshida biletlarimiz yaxshi ketib, oxirida kelganda juda to'xtab qolgan. Hozir kuniga bitta ham, ikkita ham insonlar olishayotgani yo'q. Xudo qo'llaringizdan kelgancha paddishga bo'lib turinglar. Xudo xolasa biletlarimiz tugashi bilan o'yinni ham o'tkazib yuboramiz. Bilet olish uchun 95 lik kod bilan 458 73 77 raqamlariga Telegramdan yozsanglar, Xudo xolasa shaxsan o'zim biletlaringizni yozib beraman va o'yin ishtirokchisiga aylanasizlar aziz yurtdoshlar. Likelarni bosib kuzatishga davom etinglar. Xudo xolasa ishlarimizni bosamiz deydik mana. O'sha apparatlarni ham o'rnatib bo'lishibdi mana, Xudo xolasa. Karkazlarni ham to'qishib bermishkanlar. Hormang. Salomat. Charchamayapsizmi? Sal uzib, ko'zni uzib qarash kerak, usta bu. Qiziqasizmi? Ha, bo'ydoqsizlar siz. Biz ham bo'ydoq. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar, o'sha apparatlarni ham o'rnatib, derazalarni ham termichkasini ham qo'yib, o'sha betonlarni to'pga bo'lishibdi. Xudo xolasa. Bu taraf bo'ldimi deyman, mana? Mana bu taraf bo'pti. Xudo xolasa video davomida ko'rib borasizlar. Hormay. Assalomu alaykum. Qandoqsiz? Yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Yaxshigina keldingizmi? Xudoga shukr. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Sog' salomat yuribsizlarmi? Charchama ishlayapsizlarmi? Bosib turinglar mana bizlarga. To'ldirib tayladik mana. Charchamayapsizmi ha? 5-6-yil to'ldiramiz. Joningiz sog' bo'lsin. Yashang.
Gaplamay qila olaylik, gaplasa bo'lmaydi. Shunday, shunday. Ha, shundayda. Qandoqsiz Umidboy? Zo'rmi? Ayting Umidjon. Assalomu alaykum. Ustobo. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Ishlar yaxshimi? Like bosinglar deng. Mo'g'lis mana hozir. Assalomu alaykum. Va alaykum Bojajon? assalom. Bojajon yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hormang. Charchamayapsizmi? Bor bo'ling, siz hormang. Ha, biz charchamayapmiz, siz charchamayapsizmi? Biz charchamaymiz. Siz charchaguncha men charchay. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlarim, mehribonlarim, jigarlarim, qadrinkiday qadrdonlarim, yaxshimisizlar, hormanglar. Charchamasdan ishlab yuribsizlarmi, o'laysizlar-ya? Yashaylar, borlaringizga shukr, ilohim, yuzlaga kirib charchamay yuringlar, ilohim, ilohim. Hurmatlaringizni bersin. kirib beni loya berib turishini qaranglar mana 60-65 yoshga kirib loya berib turibdinglar. Rahmat. Bu odamlar rahmat, yuqori holda ishlab turibdi 65 yoshga kirib. 10 ta yoshni ishini qilaman. 10 ta odamni ishini qiladi. Qilaman. Umid bu odamlar rahmat. Umid bor, men bor. Shundaymi Umidboy? Men bor. Assalomu alaykum. Zo'rmisiz? Charchamayapsizmi? Jarti bosinglar. Lakti bosinglar. Millatlar. Oxirgisimi bu? Dollar bu? Oxirgisimi? Oxirgisi ular. Qolgan hammasi bo'ldimi? Yo'q-a? Tamam. Bilasanki, ishonasanmi? Assalomu alaykum. Yaxshi. Aytdim, kapi $100 dedi. Kapi 100. Kap olasizmi? Ha, men kap olib chiqishim kerakmi? Ha, olish kerak. Xo'p, sog' bo'ling. Ha, nima deysiz? Qandoqsiz, daya? Zo'r. Ustobo hormang. Mana bu yoqlar bo'ldi, bu bo'ldi, endi bunga oxirgi. Charchamayapsizmi? Ishlar zo'r olib turibdi, zo'r. Havomiz yaxshi bo'ldi. Ey, yashang. Havo kostimasin zo'r. Zo'r olib turibdi. Shunday bo'lib tursa, ancha ish bo'lib, ha? Bahor keldi o'zi, ha. Tepaga sizlar bilmadi, pastdagilar. Ha, tepaga bahor kelganda. Ha, pastga ham bahor kelib qolar. Menda-chi-ya? Sizga ham kelgan bahor. Ha, bugun bir jonli ijro eshitaylik, usta tog'a. Sizdanmi? Ha, Odammi? Sizdan. Shundaymi Umid? Ha? To'xtab turing. Jonli ijro eshitmasak bo'lmaydi umuman. Partaga olmasdan oling. Bojajon? Kommentariya yozib tashlashgan yurtdoshlar. Jonli ijrodan bo'lsin, necha kun bo'lib ketdi jonli ijro bo'lmaganiga. Otashalov jahl qilyapti, unday deyishyapti. Hm? Nima deysiz o'zi shular? Tilim ojiz. Tilim ham ojiz, ko'zim ham ojiz dinglar. Sizlar bir nima deyolmaymiz uga. Deyolmaymiz. Ayto'rimizda, qo'rqamizda. O egasi bor uni. Kim ekan egasi? 4-5 kundan bo'lmayapti. Har kimniki o'ziga oy ko'rinar ko'ziga. Ha, ana. Birovga Gapirolmaymiz, aytolmaymiz. Birovda cherti bo'lmaydi, ha, hozirgi zamonga. 5 million qadar topaman bir. Ha? Mana bir cherting? 10 million qadar topaman men. Hozir tayoq yotgan zamon bo'ldi. Ha. Yotib olib, Samarqandni, Sirnoni, G'ijduvonni, Shashligi yeb yotayotgan kun bo'ldi. Zamon shularniki hozir. Shunday. Mana bizga o'xshaganlar mana tayoq yeysak ham ishlaymiz, sut ichsak ham. Mana bizda bitta og'ayni. Ha. O'sha kun nima ya? Parkka. Qarshi parkka kirgan, qishloqdan kelgan bachalar borki endi. Ha. O'shandaylar urib, bir ikkitasini pulini olishgan kissasidan 6 yilga kirib ketdi. Ana. 6 yilga. Birovda teshib chiqadi. Hozir unaqa zamon emas, birovni urib, birovni suradigan zamon emas-da. Sayus payti edik. Ha. Birovda ishi yo'q edi. Ana shu gunohlarni yuvaylik deb ishlayapmiz-da, ular. Shunday. Sayisga teksang ham qamalib ketasan. Sayus payti Ha. gunoh qilganmiz, ana. Mendan 1 yosh kichkina bora bo'lmasa, 6 yilga qamalib ketdi. Ahmoq. Jannaqala ahmoq deydi ular. Yur, yarimtano rohatijon degan. Shunday. Gapiring olib beringlar, shu bechora olib beravermayapti shu. Beraman, mana yo'q. Umidjonni qiynamaylar, hali uylanmagan, ey. Boja? Bilmasam, Nima endi qiynayapsizlar? men yo'qlik, senga gapirdim.
O'rtaga bu qiynalib qoldi, ha? Umidjon, dam oling, Mana. Umidjon. Mana, o'zi boradi. Ha, uni, mana. Borsinmi yana? O'zi. Mana. Mana. Xudo xolasa mana aziz yurtdoshlar. Hop. Ishlar avjida. Barqob satildi. Ye. Ishi yoptalab sizlarga? Qanday kirilaydi bu yoqqa? Bugun kirilmaymi? Lisadan kiriladi-da. Qoshlari qorasi san. Kaskalarini kiyishlaylar, kaska, bikaska ishlaylar. Mana kaska bor mana. Mana kaska bor. Burgatlar harakati qilyapti. Socham soch lekin. Ha. Antiqa kiyimchalar. Robotchilar mana bunday yuradi. Kaskani ko'ring, kaskani. O'ylaysizga mana. Yaltiryaptimi? Ha, yaltillaydi. Ha, bu kishi prorab mana. Prorab. Baqa qarayavering, prorab. Buni qarang. Prorab. Bu kishi prorab. Biz fassomlik. Mana, bizani kaska bunaqa bo'ladi. Bularniki bunday. So'nggi kering aspas. Yey! Keling, qilida. O'lajaksan. Öleceksen gelin. Kirip kalsan bir yerim yok diyorlar zaten. Şürmeyin abi. Otalaring balasi emaslar shularga olmaslar. Ana. Haqiqatdan ham ololmayapsizlar. Har odam Hali endi mana shu yoqqa chiqibdim deyman, ha? Yo, tepechida. Shu yoqqachami? Ha. Şöyle çekeyim. Lekin anchaloq ketib qoladi-da. Bali hop. Ha bari. Nechtaloq ketdi-da shular ham, mana shular. Bundan ko'p ketdi. Bu 4-loyda. 5mi? Sizdikini kaçan bakıyorsun? 5 ta loy bilan mana shular bo'ldi-da, ha? Bitta bo'ldi-da. Kecha o'rnatiluvdi, ha bular? Ha? Kecha o'rnatiluvdi. Kechga o'rnatdik-da. Bugun ittalabdan bosildi. Ha, bali hop. Hop deb ishlaydi. Ha bari. Bir satır qolib. Olmaydi ko'payganmi? O ana. Sim uzilib ketdi-da, simi. Sim yo'q ekanda, oltalik sim. Qalinroq sim yo'q ekan, boja. Qayergacha boruvdi o'zi? Keluvdi. 2 metrlik. Tipa zo'r. Bir xil tut. Pastdan qo'yirdimi? Pastda tagdan ketdi. Simga ishonmaylar dedi. Yo'q. Doy davay çıkan sol tele şu bula. İşte bunu çıkan. Arkasiga qoziq qoqish kerak. O'yla o'zi ketdi, nima? Laska. Ketdi. Pastini uyib chiqish kerak taxtani. Sim uzilib ketibdi-da mana bu yoqdan. Ha, uziladi sim. Mana ke uzilib ketgan sim. Arkasidan bironta qoziq qoqish kerakmi? Bo'lib bitta ichkari yasaveray yoqqa. Gitti çıkan toşu. Lekin kovlagan bilan bo'lmasa kerak, boja. Bo'ladi. Bo'lam. Az joy solamiz buni. Maya sen mi kendin? Bo'ldi, zakonni bo'ldi. Bayaq qitgan yo'q. O'zi bo'ldi. Turmaydimi mixini? Nereden koyalım? Mana bu